Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun daraxtlarimizni ekib bo'ldik. 8-dekabr. Yomg'ir yog'yapti, shunga qaramasdan o'ta ham ideal qilib shunaqa nashavni zona, ya'ni gazon zonasini qilib berdik gullar bilan. Xudo xolasa endi gazonlarimiz chiqadi. Arkalarimiz ham chiroyli chiqqan mana. Endi bunga biz shtampini atriyani devor guli ekamiz. Keyin mana shunaqa xizmatlarga bo'lsa murojaat qila olasizlar. Xizmatlarimizga Farg'ona, Andijon, Namangan, Toshkent bo'ylab mavjud. Telefon nomeri 91 105 32 52. Kimga mana shunaqa chiroyli manzara qilish kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. Sug'orish tizimlari o'zini tayyorlaydi. Sug'orish tizimiga umuman bosh qotirishda hojati yo'q. Hammasini tagiga kapinniy qilingan. Gazonniki oddiy. Shunaqa xizmatlarga bo'lsa murojaat qila olasizlar.